o'rikni qaysi navini ekish kerak degan do'stlarimizga mana do'stlar o'rikni xuddi shu navini, Robusta navini tavsiya qilamiz. Hosildorligi juda ham yuqori do'stlar. 4 yoshli daraxtimiz oldida turibmiz mana. Hosildorligiga gap yo'q. Bugun 23-may sanasi 2025-yil. O'rikni kattaligi mana ko'rsatib qo'ying kalibrini. Mana do'stlar, kalibriga gap yo'q. Eng yirik bo'ladigan o'rik navidan biri bu ham. Ko'chatlarni albatta ko'paytirib qo'yganmiz. Kommentariyaga nechta kerakligini yozib ketamiz do'stlar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Do'stimizga videoni ulashib qo'yamiz do'stlar mana. O'rikga gap yo'q mana. Xonadoningizga ekasin, bog' qilasin do'stlar. Effekti, daromadi zo'r o'rik navi shu bo'ladi do'stlar. Mana video ham chiroyli, shaftoliga o'xshaydi. Yirikligi ham do'stlar mana shaftol mevasida qolib ketgan. Mana do'stlar, like bos esdan chiqmasin. Mana do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar degan umiddaman.